Usmonov Muhammad Ali, Ingredius kompaniyasining Qashqadaryodagi vakiliman. Hozir biz Qarshi shahridagi sutni qayta ishlash zavodiga tashrif buyurganmiz. Tashrifimizdan maqsad Deluxe 100 brendi ostidagi So'qoy malakomizdan, ya'ni quruq sutimizdan sut mahsulotlarini qayta ishlash jarayonini ko'rib chiqmoqchimiz. Kefir mahsulotlari ishlab chiqarmoqchimiz. Deluxe 100 quruq sutini qanday qilib to'g'ri foydalanish va sut mahsulotlari, ya'ni kefir mahsulotini tayyorlanish jarayonini qisqacha tushuntirib o'taman. Jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Bunda quyidagi etaplarda bo'ladi. Birinchisi quruq sutda qanday qilib to'g'ri tiklash. Ikkinchisi tiklangan quruq sutda 90 gradusgacha pishirish. Va uchinchi jarayonda esa uni sovutish, gomogenizator apparatidan mahsulotni o'tkazish va zakvaska solib, vaklashkalarga, ya'ni idishlarga quyib, issiqxonaga kiritish. Bu etaplarning hammasini texnolog nazorati ostida olib borilishi kerak. Deluxe 100 va LDF zakvaskalarimiz qo'shilgan kefir mahsuloti iste'molga tayyor. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang. Hali bundanda qiziq ma'lumotlarimiz oldinda.